Bugungi videoda sizlar bilan aynan oxirgi paytda YouTube'da juda ham ommalashayotgan katta muammo haqida gaplashamiz va aynan bu muammoni siz YouTube kanal egasi sifatida, kontent tayyorlovchi sifatida bilishingiz shart va oldindan ehtiyot chorangizni ko'rib qo'yasiz. To'g'ri bo'lgan bo'lsangiz videomizni boshladik. Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Mushohid Ismatov. YouTube O'zbekiston loyihamizni navbatdagi videosi orqali sizlar bilan ko'rishtirganimdan xursandman. To'g'risi juda ham uzoq vaqt bo'ldi yangi video tayyorlamaganimizga, lekin umid qilaman bundan buyog'iga ham sizlar bilan aynan YouTube haqidagi foydali videolarni ulashib olishga harakat qilaman. Endi nima muammo ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, sabab videoni boshida aytib o'tdim. Umuman kontent tayyorlovchi, ishlab chiqaruvchi sifatida yoki bo'lmasa YouTube kanali bor odam sifatida haqiqatan siz ehtiyot bo'lishingiz kerak va bu narsani juda ham sinchkovlik bilan kuzatib turishingiz kerak. Chunki buni adashib o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa nimadir bosib qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube kanalingiz yoki bo'lmasa emailingizga hamma YouTube kanallar birdaniga o'chib ketib qolishi mumkin. Lekin buni tiklashga ham iloji bor. Buni ham hozir bilan ko'rib chiqamiz. Endi o'ylashingni, so'rashingiz mumkin, bu o'zi aslida qanaqa muammo, qanaqa qilib buni aniqlab olamiz degan. YouTube o'zini rasmiylari aytayapti, bu narsa sun'iy intellekt yordamida kuchaytirilgan qanaqadir o'sha phishing email. Ya'ni siz uni ajrata olmaysiz, sababi telefoningizni olasiz, sizga YouTubedan email kelgan, ya'ni YouTube noreply@youtube.com adashmasam shunaqa emaili bor. Aynan shu emaildan sizga xabar keladi. Ya'ni YouTube kontent yaratuvchilar uchun alohida yopiq videoni siz bilan ulashdi degan. O'zi YouTube'da shunaqa narsa bor, yopiq turgan private videoni kim bilandir ulashsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa mazmundagi email keladi. Siz adashib link ustiga bosasiz. Sababi hamma narsasi 100% YouTube'niki bilan bir xil. Email ichidagi yozuvlar, dizayn, hattoki linkigacha. Sababi men o'zimga bir emas 2 marta kelgan. Yaxshi ham bu iCloud'im linkida bo'lgani uchun, ya'ni emailda bo'lgani uchun Safari bilan ochib men emaillarni dostupini olib keta olmadim. Buni alohida tekshiradigan bo'lsangiz ham hech qanaqasiga ajratib olmaysiz. Sizlar aynan bu narsa YouTube'dan boshqa joyga tegishliligini. Keling bu narsani alohida hozir kompyuterdan ko'rib chiqamiz va buni yechimlarini sizlarga aytib tushuntirib o'taman. Sababi bu narsani agar o'rganib oladigan bo'lsangiz, keyinchalik o'zingizga plyus bo'ladi. Har qanaqa holatda, bundan tashqari boshqa holatda ham kanalingizni tiklab olishingiz mumkin. Demak, ishchi stolda ko'rishingiz mumkin. Aynan bu narsani qanaqa turganini, bu hozir menda iCloud emailimda turibdi. Keling undan oldin YouTube bu haqida nima deyotganlarini bitta ko'rishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin. YouTube aynan AI powered phishing scammerlarni mana shunga qaratgan holatidan ogohlantirgan. Bu 6-marta yozilayotgan Bitdefender'dagi maqola va mana bu joyda hamma ma'lumotlarni bergan. Ya'ni bu joyda nafaqat bundan boshqa emaillar bo'lishi mumkin, lekin eng ko'p tarqalgan email va men aynan o'zim Twitterda ko'rgan email mana bu narsa. Ya'ni buni Team Support, ya'ni o'sha Team YouTube degan alohida Twitter o'sha X akkauntda ham yozib aytishgan, tiklashga harakat qilishgan. Menga ikkinchi kelgani ayolim YouTube kanalida mana iCloud emailim business inquiry'larni qabul qilish uchun turadi. Ko'radigan bo'lsangiz mana tepa tomonda YouTube, to'g'rimi? A private video was shared with you deyapti. Ya'ni siz bilan shunaqa qanaqadir yopiq videoni ulashdi deyapti. YouTube nimadir yangilik qilibdi deysiz. Men o'zimda xuddi shunaqa bo'ldi. Men o'zim ham hayron bo'ldim, qanaqa bunga ishondim. Pastda siz emailingiz turadi. Va bu yoqda hech qanaqa bulk yuborilmagan, hammani to'plab olib yuborilmagan. Pastda reply to YouTube turibdi. Bosadigan bo'lsangiz mana no reply@youtube.com. Aynan YouTube bunaqa emailni xuddi bor, hech qanaqa farqi yo'q. Sabab men bu joyda yangilik deb berilgan, ozgina farq qilishi mumkin, mana nomi bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa emas, bir xil. Bitta men bu joyda nimadir chiqmay qolibdi hozir. Bu yoqda mana notification for YouTube creators deyapti. Ustiga bosib turadigan bo'lsangiz, mana kanalga link bergan. Bu yoqda boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Ya'ni aynan mana shu kanal uchun deb beryapti. Has shared a private video with you on YouTube deyapti. Va men bu joyda yana bitta link bor. Ochib ko'radigan bo'lsangiz, mana qayog'ida muammo bor bu yoqda. Qiziq narsa ishlashgan. Ya'ni e'tibor beryapsizlar mana youtube.com/watch yoki o'sha _ACL degan narsa turibdi. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Adashib mana shunisiga bosasizlar. Bu men bu Chrome akkauntimga o'tadi asosiysiga, chunki bu defaultda turadi. Bu aynan mana bu kanalga keladi. Bu kanalga kelganidan keyin oxiri o'tib bo'ldi. Sizda hech qanaqa imkoniyat qolmaydi. Sababi men o'zim adashib ochib bo'ldi. Bir kun to'liq qarab o'tirdim, yo'q, yaxshi hech narsa bo'lgani yo'q. Lekin juda ham ehtiyot bo'lish. Men bu kanalga o'tadi va bu nima qiladi? Kanalga o'tib bo'lgandan keyin boyagi link avtomatik kompyuteringizga narsa ko'chirishni boshlaydi. Narsa ko'chirib bo'lgandan keyin sizni Google Chrome datani yuklab oladi.
aynan bu data orqali sizni hamma o'sha parollaringiz, YouTube kanallaringiz hammasini o'zlashtirib oladi. Bu narsa o'zi oldindan bizda Repack, Crack kabi o'sha pullik dasturlarning tekin versiyasini ishlatganda chiqayotgan virus bo'lgan. Ya'ni adashib boshqasini olib qo'yasiz va u sizning kompyuteringizga kirish huquqi bor. Aynan o'sha kompyuteringizga kirib bo'lganidan keyin sizni Chrome datangizni shundan oladi. Bo'ldi. Sizda hech qanaqa nima qolmaydi. Sababi bu holat bizda 1 yildan oldin juda ham katta bitta kanalimizda bo'lgan. Shuna tanishimni o'sha biz bilan birga ishlaydigan odam emailini olgan, uning ichidan kanalga dostуп olgan va aynan shu dostуп orqali tasavvur qiling, ketma-ket 3 ta jonli efir yurgizadi, skamerlar va aynan o'sha 3 ta jonli efirga report kelib tushadi avtomatik, sababi YouTube shunaqa cheklov qo'ygan. Report tushgandan keyin kanal avtomatik 3 ta strike bilan yopilib ketadi. Bo'ldi, tamom. Ya'ni siz hech qanaqa holatda tiklay olmaysiz. Va xuddi shunaqa holat boshqacharoq bo'lgan, subyektiv bilan bo'lgan. Ya'ni ancha 1,5-2 yilda bo'lib qoldi. Uni ham ko'radigan bo'lsangiz, kanal aynan Repack orqali buzib kirilgan va uni ruslar olib qo'ygan. Ruslar bo'lgani uchun ham kanal turgan hali joyida. Ular Twitter orqali yozishib tiklay olishgan, lekin mana bu keysda chet elliklar qilyapti, kanal to'liq strike olyapti va yopilib ketyapti. Xo'p, endi buni qanaqa tiklaymiz yoki bo'lmasam qanaqa qilib ajratib olamiz deyishim mumkin. Ishchi stolga qaytamiz va keyin emailga bir marta qarab chiqamiz va eslab qolinglar qanaqa bo'lishini. Sababi buni atrofida misol uchun mana bu joydagi linklarni birortasiga adashib bosib oladigan bo'lsangiz, shu bilan to'liqligicha YouTube kanalingizga ketadi va buni tiklab olishingni qiyin. Chunki mana misol uchun menda faqatgina bitta YouTube emas, misol men agar emailim tushib qoladigan bo'lsa, ko'rishim mumkin o'nlab juda ham katta kanallar bor va hammasi tengdan yo'qoladigan bo'lsa, tugaydi. Endi buni oldini qanaqa olamiz deydigan bo'lsangiz, birinchidan emailni hech qanaqasiga oldini ola olmaysizlar. Endi ikkinchisi bor bu yoqda. Qanaqa qilib bu jarayonni yengib o'tamiz degan. Birinchi navbatda agar kanalingizga qo'shimcha email kiritilgan bo'lsa, misol uchun aytaylik, YouTube studioni ochgan paytingizda settingsga o'tasiz. Settingsda permissions bor. Manage permissions bosadigan bo'lsangiz, sizga alohida mana YouTube O'zbekiston kanalini hozir userlarni chiqarib beradi. Ya'ni bosadigan bo'lsak, bizda bu doimiy ikki bosqichli nima bilan ishlaydi? Ikki bosqichli himoyalanish bilan ishlaydi. Ikki bosqichli himoyalanishdan o'tganidan keyin sizga ochib beradi. Agar ikki bosqichdan o'ta olmasangiz, umuman ocha olmaysiz buni. Endi manage permissions bosamiz va kanalda bizda 4 ta odam bor. Mana shu 4 ta odamni birortasini emaildan kirib siz buni tiklab olishingiz mumkin bo'ladi. Nima uchun aynan bularning email kerak? Email bilan kirayotgan paytingizda supportga yozasiz. Supportga qanaqa qilib yozamiz deydigan bo'lsangiz, mana tasavvur qiling, YouTube O'zbekiston kanali shunaqa holatga tushdi. Men nima qilaman? Bu yoqda bizda mana o'zim kanalimga o'tish imkoniyatim bor. O'zim kanalimga o'tganimdan keyin tepa tomonda chat with a creator support degan joyi bor. Bu narsa bosadigan bo'lsak, har doim YPP, ya'ni YouTube Partner Program yoki oddiyroq tushuntirganda monetizatsiyaga ulanganlar bilan ishlaydi xolos. Boshqa holatda YouTube support deb qidirib yoki bo'lmasa o'sha Google support ichidan alohida email yozishingiz kerak bo'ladi yoki Twitterda Team YouTube'ni belgilab turib yozishingiz kerak. Mana bu joyda YouTube Help ochganimizdan keyin something else bosamiz. YouTube bizni assistent bilan bog'laydi va mana shu joyda siz hamma muammoni tushuntirib berganingizdan keyin u sizni aynan o'sha ikkinchi qo'shilgan emailni tasdiqlaydimi? Masalan, mana bunaqa kanal. Xo'p, email yozasiz. Bo'ldi. Ular sizga aloqaga chiqadi. Yana ketma-ketlikda vaziyatni tushuntirasiz. Mana misol uchun mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa kirish bo'ldi. Endi qarayapmiz, o'chib ketib qoldi. Bo'ldi. Mana shu holatda ular sizlardan hamma ma'lumotni yig'ishtirib olishadi. Agar til bilmayman desangiz, ChatGPT bor yoki bo'lmasa biror tarjimondan foydalanib bu muammoni tillarning yordamida hal qilsangiz bo'ladi va oxirgi bosqich qoladi bu vaziyatda yoki bo'lmasa bu holatda. Ya'ni ular hammasini tasdiqlab bo'lgandan keyin o'zi yopiq sizga havola beradi. Adashmasam buni ochiq holatda ham topsanglar bo'ladi. Agar topa olsam videoni pastki qismiga yozib qo'yaman. Mabodo keyinchalik sizga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, aynan shu link orqali o'tganingizdan keyin sizlardan hamma ma'lumot so'raladi. Ya'ni siz ismingiz, familiyangiz, qaysi kanalni tiklamoqchisiz va e'tibor bering, mana bu tepa tomonda hali ham YouTube channel ID lar ishlaydi. Studio bilan kirganingizda ID bor kanalniki. Mana shuni olib qo'yasizlar. Mana shu ID ni kiritganingizdan keyin sizlardan qaysi email bo'lgan, qo'shimcha email qaysi, oxirgi marta misol uchun qaysi qurilmadan kirgansizlar, ya'ni shunaqa ko'p narsani so'rang, qaysi qurilmadan kirgansizlar, qanaqa IP adres bo'lgan, qachon, qayoqdan kirgansizlar, qachon bildinglar va shunga o'xshagan juda ham ko'p ma'lumotlarni so'ragandan keyin hozir bir boshdan chiqib ketadi hammasi. To'ldirganingizdan keyin bo'ldi. Yuborasizlar
Ana shundan keyin sizlarga to'liq muammoni hal qilib beradi. Va e'tiborli bo'ling, mabodo akkauntingizga noma'lum kirish sezdinglarmi, o'rnida hamma parol, shunga o'xshagan o'sha ma'lumotlarni almashtirib oling. Agar almashtirishga ulgurmaydigan bo'lsangiz, kanalingiz o'chib ketish ehtimoli ko'proq. Almashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, sal kamayadi, lekin ularda hali ham dostуп bo'ladi. Sababi ularga kanalingizga kirish uchun hech qanaqa email, parol, ikkinchi bosqichli parol ham kerak emas. Sababi ular Chrome Data'ni yuklab olgan va aynan Chrome Data orqali hech qanaqa muammosiz kanalingizga kira oladi. O'ylashimcha sizlarga tushuntira oldim. Ya'ni hammasini o'zim ketma-ketligi bor. Birinchi navbatda o'z emailni ochmaymiz, keladigan bo'lsa, mabodo ochadigan bo'lsa, kanalimiz o'chib ketib qoladigan bo'lsa, YouTube Help, Creator Support yozamiz. Vaziyatni tushuntiramiz va eng muhimi mana shu joyda aytgandaqa secondary email bo'lishi kerak. Buni Google o'ziga ham kiritib qo'yishini kerak va YouTube kanaliga ham, sababi ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Ular sizlarga o'zi juda ham ko'p bahona qilib, mana bu orqali tiklab ko'r, ikkinchi akkaunting bormi, mana bu bor ekan-ku deyish mumkin, lekin sizlar yo'q, hech qaysi biriga to'siq yo'q, hammasini buzishdi deysizlar. Sizlarga o'zi alohida email yuboradi va aynan o'sha emailda tasdiqlangandan keyin ular tekshirib, bo'ldi, tiklanishimiz kerak degandan keyin oxirida noldan boshlab reset passwordni beradi. Ya'ni parolni qayta tiklashni beradi. Bo'ldi, siz muammongiz hal bo'ladi va hech qanaqa muammosiz o'zingiz kanalingizni tiklab olishingiz mumkin. Ular nima qiladi? Kanalingizni o'zgartirib tashlagan bo'ladi. Ular siz kanalingizni tiklaydi, nomi, username, obunachisi, hamma narsasi turgan bo'ladi, lekin rasmlari boshqacha bo'ladi. Va videolaringizni hammasini private qiladi. Uni misol 1 kun, 2 kun ichida to'liq tiklanib bo'lgandan keyin yana kanalingizni joyiga keltirib ishlatishingiz mumkin. Agar nomlarini o'zgartirib tashlagan bo'lsa, username o'zgartirgan bo'lsa, sizdan taxminan 2 hafta atrofida vaqt oladi bularni tiklab olishingizga. Sababi YouTube o'zining ichiga shunaqa qo'shimcha qoidalari bor. O'ylashimcha, sizlarga aynan bu muammo bo'yicha yetarlicha ma'lumot bera oldim. Agar bu bo'yicha qiziqtirgan qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarga yozib qoldirishingiz mumkin. Agar siz ham kanalingiz shunga o'xshagan muammoga duch kelgan bo'lsa va siz hali ham buni yechimini topa olmayotgan bo'lsangiz yoki boshqa qanaqadir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, men pastda o'zi ikkita Telegram akkaunt qoldirib qo'yaman. Bittasi loyihamniki, bittasi men o'zimniki. Bemalol chiqishini mumkin. Hammasini gaplashib, batafsil muhokama qilib olamiz. O'ylashimcha bugungi video sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar nimadir o'rgangan bo'lsangiz, men bundan juda ham xursandman. Qanaqa videolarni ko'rmoqchisizlar, aynan ushbu loyihamizda albatta buni ham izohlarga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha